Trassada 700 km, shahar ichiga 600 km yuradigan Cobalt avtomobilimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Original jihozlari bilan 3 million so'mga, qaytaraman 3 million so'mga. Programma, pрошивка, motor, korobka o'zini pultiga zavodlagan hamma programmalar ichida qilib berildi. Super mega skidka narxida 3 million so'mga. Gaz balonni ko'rishingiz mumkin. Gaz balon maksimal darajada ichkariga joylashtirib berildi. Dashi zapaskani narigi tarafida turibdi. Old qarovsiz qismiga o'rnatilgan jihozlarimiz bilan qisqacha ravishda tanishtirib o'tamiz. Blok управления Optima Pico Alex brendiga tegishli Polshada ishlab chiqarilgan blok управления uстановка qilindi. Elektron sistema, mapdatchik, suvdatchik, kulchatligacha Polshaniki, bitta zborka, bitta upakovkada keladi. Farsunkamiz Valtek, italyanskiy farsunka, reduktorimiz original Tureyskiy Atiker reduktor bilan uстановka qilindi. Kimga shunday sifatli va ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, barcha turdagi avtomobillarga metan, propan, gaz uстановka xizmati mavjud. Kelishtirilgan skidka narxlarida qilib beramiz. Kimga qaysi avtomobilga metan yoki propan gaz uстановkani narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Batafsil ma'lumotni biz sizga albatta yozib o'tamiz. Pastdagi raqamlardan bemalol narx-navo bo'yicha ma'lumot olishingiz mumkin.